Hop, demak bugun 5-chi darsimiz. Yana shu darsimiz o'tib bo'lganimizdan keyin oraliq nazorat imtihonini qilamiz, ya'ni chorshanba kuni xudo xohlasa. Demak, shu bilan oyimizni yarmiga yetib kelgan bo'lamiz va keyin 7-chi dars, 8-chi dars shu tarzda davom ettirishimiz mumkin bo'ladi. Demak, shuning uchun bugungi mavzuyimizda dars o'tib bo'lgandan keyin qo'shimcha vazifalarni ham imtihonni ham tushuntirib o'taman. Vazifani ham tushuntiraman. Bundan tashqari albatta e, imtihonda ham ya'ni qanaqa tartibda bo'ladi, nimalarga e'tibor berishinglar kerak, shularni ozgina tushuntirib I beraman. don't know. I bought five of them and two was left. When was Daniel, that? mikrofoningizni o'chirib oling. Ho'p, demak, bugun sizlar bilan o'tadigan mavzularimiz quyidagilar. Demak, o'sha savol-javob qilamiz bir domladan, keyin takrorlaymiz. Biz asosiy urg'u berayotgan bo'limimiz bu data pre-processing edi. Uni sizlar bilan review qilamiz, xudo xohlasa. Va yana o'tishimiz kerak bo'lgan bo'lim bu encoding hisoblanadi. Ya'ni o'tgan mavzuyimizda data pre-processing haqida gaplashganimizdan keyin sizlarda bo'lsa aytganmiz, uni ma'lum bir bo'limlari bor. Ya'ni data pre-processingni ham o'tgan mavzuda sizlar bilan tushirib qoldirilgan qiymatlarni to'ldirish haqida gaplashganmiz. To'ldirish haqida. Endi bundan keyin e'tibor berishimiz kerak bo'lgan asosiy mavzu bu encoding hisoblanadi. Encoding ham juda muhim bo'lgan bo'limlarimizdan biri hisoblanadi. Uni ko'ramiz va undan tashqari albatta oxirida imtihon va vazifa qismlaridan iborat bo'ladi. Shular orqali umumiy darslarimizni shakllantiramiz bugun. Xo'p. Demak, oldin qisqa savol-javob olamiz va yana ichkari tomonga o'tib ketsak bo'ladi. Xo'p, demak, xo'p, birinchi Asadbek sizga kelgan savol. Telefonni yoqsiz. Xo'p, data pre-processing degani nimani tushundingiz? Data processing deganda datani tayyorlash tushuniladi umumiy olganda. Buning ichiga shu data processingdan keyingi holat uchun datalar tayyorlashda masalan birinchi navbatda bu jarayonda qilishimiz kerak bo'lgan ish datani bir ko'zdan kechirib chiqish bo'ladi. Ya'ni nimaga bizni modelimiz ishlash uchun qaysi featurelar bizga kerak yoki kerak emas. Shuni aniqlashimiz kerak. Undan keyin o'sha usullar bor, ya'ni datani tozalash, ya'ni datani tushirib qoldirilgan ma'lumotlarni to'ldirish. O'sha 5 ta usul bor, o'sha bo'yicha qilinadi. Tushunarli. Datani tayyorlashda bizga Xo'p, yaxshi. kerakli holatga keltirish. Xo'p, yaxshi. Demak, tushirib qoldirilgan qiymatlarni to'ldirishda o'tganmiz. O'tgan darsimizda. Xo'p, demak, o'shanda savol sizga min bilan dropning nima farqi bor ekan? Drop usuli bilan min usulini. Min usuli bu o'rta arifmetik bo'yicha to'ldiriladi, tushirib qoldirilgan ma'lumotlar. Drop bo'lsa shunchaki tashlab yuborish. Xo'p. Masalan, dropni ham ikkita naqasi bor, usuli bor. Qator bo'yicha, ustun bo'yicha tashlab yuborish. Qanday holatda qator, qanday holatda ustun bo'yicha tashlaymiz? Koding bo'yichami yo anaqami? Og'zaki style bo'ling. Tashlab yuborish, ustun bo'yicha tashlab yuborishda bizda o'sha ustunda tushirib qoldirilgan ma'lumotlar 50% dan ko'p bo'lsa, biz uni tashlab yuborishimiz kerak o'sha ustun bo'yicha. Nimaga? Chunki 50% dan ortig'i degani u yarmidan ko'pi ma'lumot bizda yo'q degani. Uni o'sha usullar bilan to'ldiriladigan bo'lsak ham, u qandaydir bizni modelimiz ishlashiga, to'g'ri ishlashiga to'sqinlik qilishi mumkin. Data suniylashib ketadi desam bo'ladi unaqa holatda. Undan tashqari biz 50% ni shunchaki misol tariqasida aytganmiz. Aynan test bo'lsa 50% belgilamaysizlar, shunchaki ko'p tushib qolgan demoqchimiz. Shuni esingizda tursin. Ya'ni 50% shunchaki example bu, balki holatiga qarab turib sizda featurelaringiz ko'p bo'lsa, 40% tushib qolgan bo'lsa ham tashlab yuborishingiz mumkin. Albatta bu example, ya'ni vaziyatdan kelib chiqqan holatda juda ko'p qiymatlar tushib qolgan bo'lsa tashlab yuboramiz deb olsangiz bo'ladi.
Mhm. Hop, demak, u tushunarli. Dropda qatorlar bo'yicha qanaqa holatda ishlaydi? Dropda qatorlar bo'yicha o'sha qatorda ko'proq ma'lumot tushib qolgan bo'lishi ham mumkin. Shu bo'yicha ham ishlatish mumkin. Qator bo'yicha. Yo'q, 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 shu joyi ozgina kamchilik bo'lib qolibdi sizda. Ho'p, mayli. Bo'ldi, ho'p. Bitta o'sha savol, Daniyardan ham so'rayman, keyin o'zim umumlashtirib beraman. Ho'p, bo'ldi, rahmat. Ho'p, Daniyar, mikrofonni yoqingchi. Sizga savol endi. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Ho'p, savol sizga. Data preprocessing o'zi nima uchun qilinar ekan? Xato. Uh, Datani missing value'larini to'ldirib, qanaqa featureslar kerakligini bilib, to'liq kompyuterga tayyor qilib berish uchun. Qanaqa? Ho'p, ho'p, tushunarli. Hozir mana drop haqidagi savolimiz chala bo'lib qoldi. O'shanga javob bering-chi. Qanday holatda drop ishlatamiz? Uh, Aytganimizdek, ustun bo'yicha 50% ko'p ma'lumot yo'q bo'lsa ishlatamiz. Ustun bo'yicha qatorlar bo'yicha esa bu bir nima deydi, individualni bizaga nimasi foydasi kerak bo'lmasa, например, customer ID bu nimaga kompyuterning natijasiga ta'sir qilmaydi. Boshqa ko'rsatkichlar esa ta'sir qiladi. Hop, siz hozir aytayotgan narsangiz tushirib qoldirilgan qiymatlarga aloqasi yo'q. Siz ungacha bo'lgan davrda customer ID'ni tashlab yuborasiz, chunki prediktiv xususiyatga ega emas deb aytganmiz. Bu oldingi holat. Siz drop haqida gapiring. Bu dropda o'sha tushib qolgan qiymatlardagi drop haqida gapiring. Narigi oldindagi drop emas. Mana ustun bo'yicha tashlab yuborasiz. Qachonki sizda juda ko'p o'sha ustuningizda qiymat tushib qolgan bo'lsa, o'sha ustunni butunlay tashlab yuborasiz. Xo'p, endi qator bo'yicha drop qilishda va qachon holatda, qaysi holatda ishlatasiz? Qator bo'yicha bilmadim. Tushunarli. Mod bilan mediada nima farqi bor? Modda eng ko'p eng ko'p bo'lgan ko'rsatkichni qo'yadi, medianda esa o'rtada turgan nima desa bo'ladi, Qiymatni o'rtada qo'yadi. turgan ko'rsatkichni qo'yadi. Hop, mod bitta ustunga modda kodi bilan tatbiq qilib aytib beringchi. Modda df Hop, df nuqta va to'rtburchak ochamiz, ichiga qavs va tashlab yubormoqchi hisoblamoqchi bo'lgan nomini to'liq kiritamiz, kopировать etib va to'rtburchakni yopib tochka fill na qilamiz. Na deganda fill deganda tushirib qoldirilgan nan miqdorini to'ldir degani va yana ochamiz domaloq nimasini va keyin df to'rtburchak qavs nomini yana yozamiz. To'rtburchakni yopib mod va yana domaloq qavsni ochamiz va to'rtburchakni ichiga yana 0 qo'yib in place true qilamiz. hop, nol vazifasi nima edi? 0 bu eng birinchi bo'lib turgan nima bo'yicha to'ldir degan. Hop, nimaga u eng birinchisi nollarni? Chunki eng birinchisi Nima uchun? O'sha nol bilan olayotganingiz o'sha eng birinchi bilan to'ldir degani. Hop, u eng birinchi nima u? Nima uchun eng birinchi olyapmiz? Nimaga nolda o'sha eng birinchini olyapmiz? Sababi nima?
eng ko'p qaytarilgan ko'rsatkichni ol degan. Demak, o'sha Miqdor bo'yicha. siz mod qilganingizda o'z-o'zidan sortirovka qilib qo'ygan bo'ladi. Eng ko'p takrorlangani bilan boshlaydi. Ha. O'shaning uchun nol qo'yganingiz o'sha eng ko'p takrorlanganligi bilan oladi. Yaxshi. Ha. Tushunarli. Demak, hozir dropda bo'ldi. Mikrofonni o'chiravering. Dropda ikkalanglarda ham kamchilik bo'lib qoldi. O'sha joyini tushuntirib beraman, ya'ni qatorlar bo'yicha. Hozir mana sizlarga bitta bunaqani olamiz. Misol uchun, mana bitta datasetim bor. O'shani tekshirib beraman sizlarga hozir. Mana bu enkodining ichiga yozib ketaveraylik shu podkastlarida. Bugungi mavzuyimiz shu bunaqani ichida bo'ladi. Lekin baribir o'sha datasetni chaqirishimiz kerak. Shuning uchun yaxshi qarab turinglar, tushuntirib beraman. Import pandas spd pd.read underscore endi mana bu datasetni olamiz. Datasetni ko'radigan bo'lsanglar, bizga chiqarib beradi quyidagi ko'rinishda. Hozir dataset yuklab olsam, ya'ni hozir men ko'rsatib berayotgan narsam o'sha dropni yaxshi tushunib olishinglar kerak bo'ladi. Mana qaranglar. Mana bu umumiy datasetimiz. Oz-oz 453 tadan iborat. Hozir aynan drop uchun ham yaxshi eksempl bo'la oladi. Tushunib olamiz. Demak, bizda bor ekan, yaxshi eslab qolinglar. Umumiy dropni biz nima qildik? Ikkita yo'l bilan topdik. To'g'rimi? Demak, birinchisi ustun bo'yicha qanaqa holatda ishlatamiz? Juda ko'p qiymat tushib qolsa, o'ylanglar. Mana bu size degan ustunimizda umumiy ko'rishlari ham mumkin. Men o'zi qiymatni kirgizib qo'yganman. Mana datasetimizni ko'rishingiz mumkin. Mana ko'rasizlarmi, size degan 4 ta qiymati bor xolos. Ya'ni juda ko'p qiymat tushib qolgan degani. Ya'ni buni aynan biz misol tariqasida olishimiz mumkin. Nimaga misol qilamiz buni? O'sha butunlay ustuni tashlab yuborishga misol qilsak bo'ladi. Ya'ni o'sha bahona mana bu kodini ham takrorlaymiz. Birinchisi endi ustun bo'yicha, to'g'ri? Ya'ni qanday qilamiz? Dev drop qilamizda mana bu size ni yozamiz. Axisni ham 1 deymiz. Ustun bo'yicha tashlab ekan, keyin in-place teng nima qilamiz? True deb qo'yamiz. Endi dev ko'rishimiz mumkin. Tashlab yuborganimiz endi ayonlashadi mana size yo'q. Endi tushundinglar. Buni savollarda ham aytib bergan edinglar. Endi dropning ikkinchi holati bor bizda. Ya'ni ikkinchi holati dropni nima qilamiz? Qator bo'yicha tashlab yuborish bor. Yaxshi eslab qolinglar. Qator bo'yicha qachon tashlaymiz? Menimcha yaxshi esingizda qolmabdi. Qator bo'yicha bizdagi datasetimizni sezilarli darajada yoki juda sezilmas darajada juda kichik miqdorda tushib qolgan qiymatlar bo'lsa, o'shanda biz mana bu dropni qator bo'yicha ishlatamiz. Nima uchunligini tushuntirganman. Mana misol uchun bitta datasetimiz bo'lsa, esingizda bo'lsa, aytganmiz. Mana misol uchun mana bu yerda tushib qolgan qiymati bo'lsa, tasavvur qilinglar, mana yo'g'i, buni tashlab yuborish degani mana bu yonidagi qiymatlarni ham butunlay olib ketadi. Chunki buni o'zini mustaqil tashlab yubora olmaysizlar. Mana 318-IDda turganda, only gameda mana bu 33da ham 2724, 16 hammasini olib ketadi. O'ylaylar endi. Agar sizlarda juda ko'p miqdorda tushib qolgan qiymat bo'ladigan bo'lsa, datasetimiz kichkina bo'lib qoladi. Qaranglar, shu dropni qo'llaymiz bu yoqqa. Datasetimizni eskisini ochib olamiz, qaranglar. Shuni to'ldirmoqchisizlar. Bu yerda 4 ta qiymat bor, juda ko'p tushib qolgan qiymatda. Shuni va qator bo'yicha foydalanib to'ldirsak nima bo'ladi? Qaranglar, hozirlarda devimiz mana, original devimiz mana turibdi, ko'rasizlar. Endi uni qator bo'yicha tashlab yuboramiz. Dev drop na qilamiz. In place teng true qilaylik. Bo'ldi, ishlari xatosiz. Endi ochamiz. Ko'rasizlar, datasetimiz nechta qoldi? 4 donagina qiymat qoldi. Nimaga? Chunki mana bu tomon butunlay ketdi-da. Mana bu pasi, mana bu blok bitsa bo'ladi. Hozir ko'rsataman. Mana ko'rasizlar, mana eng chekkaga e'tibor beringlar mana. Eng chekkaga e'tibor beradigan bo'lsanglar, mana tepana, mana bu qiymatlari bor qiymatlar qoldi xolos, lekin mana bu bo'sh kateklar, yonidagi kateklarni ham birgalikda olib ketib qoladi. Chunki drop NA'da qoidasi shundan iborat. Shuning uchun bu drop NA'da agar sizlarda tushib qolgan qiymatlarimiz o'sha oz bo'lganda qator bo'yicha to'ldirasizlar, miqdori oz. Lekin juda ko'p bo'lib ketadigan bo'lsa, uni butunlay ustun bo'yicha tashlab yuborish maqsadga bo'ladi. Xo'p. Asadbek, endi tushundingizmi?
Ha, tushundim. Shunda birinchi bo'lib ustun bo'yicha tashlab yuborish kerakmi yoki yo'qmi, shuni ko'rib chiqishimiz kerak ekanda, to'g'rimi? Albatta, birinchi bo'lib qaraysiz, o'zi o'sha boshida data bilan tanishuvda o'zi ko'rsatadi. Misol uchun, mana bunaqa holat bo'lsa, man ikkalasini ham teng ishlaydilar demayapman. O'sha vaziyatdan kelib chiqqan holatda. Buni qaraysizlarda, ha, man sayzi juda kamaygan bo'ldi, bu ustun kerak emas deb turib, mana bu usulni qo'llaysizlar. Man hozir xato usulda ham ko'rsatib berdim sizlarga. Ya'ni o'sha sayzni qator bo'yicha tashlab yuborishda nima oqibatga olib kelishini ko'rsatdim. Men boshida ko'rib olasizlar. Haqiqatan ham ko'p tushib qolgan qiymat bo'lsa, u bo'yicha. Boshida ozgina tushib qolgan qiymat bo'lsa, birdaniga drop eniq etsa bo'ladi demoqchiman. Ya'ni uni to'ldirib, yana ham suniylashtirib o'tirishdan hojat yo'q. O'zi aslida omadinglar agar tushib qolgan qiymat bo'lmasa, eng zo'r. Tushib qolgan qiymat bo'lib, ozginadan ikkita, uchta shunaqa bo'lsa, mana buni qo'llab osongina keyingi bosqichlarga o'tib ketgan yaxshi. Ha, Xo'p, yaxshi. Daniel, sizchi tushundingizmi? Ha, aka. Yaxshi. Tushungan bo'lsanglar bo'ldi. Yaxshi. Xo'p, endi mana shunaqa savol-javob jarayonida bilamiz. Chunki tushunmaganinglarda vazifada kodingda qilib ketsanglar bo'ladi. Lekin u kodni aytaylik ChatGPTdan foydalangan bo'lishinglar mumkin yoki Googledan foydalangan bo'lishinglar mumkin. Shuning uchun mana bu savol-javob foydasi katta. Shuning uchun doim shunga qo'llaymiz. Xo'p, endi davom ettiramiz. Sizlar bilan o'sha o'tgangi darsimizni ozgina mana hozir ham takrorlab oldik. Savol-javoblar orqali ham biz o'sha data preprocessing qismini o'tishni boshlaganmiz. O'tgan safargi darsimizda umumiy oladigan bo'lsak, mana data preprocessing deydigan bo'lsak, uni asosiy 3 ta bo'limi bor. Ya'ni bu birinchisi missing qiymatlar, ikkinchisi encoding, uchinchisi scaling bo'ladi. 3 ta asosiy bo'limlari bo'ladi. Va biz buni tugatdik. Endi bizda encoding va scaling qoldi. Ya'ni o'tgangi darsimizda tushirib qoldirilgan qiymatlarni 5 ta usul bilan gaplashganmiz va fixed haqida savol bermadik. Fixeddan qachon ishlatamiz? Qachonki biz o'sha tushib qolgan qiymatni nima ekanligiga ishonch hosil qilsanglar. Mana tasavvurlanglar, shunaqa holat bo'ldida. Endi sizlar bilasizlar, aytyapsizlar, mana bu tagini hammasini o'lchamini men bilar edim. Hammasi bu S edi deydigan bo'lsanglar, osongina S bilan to'ldirib olsanglar bo'ladi. Ya'ni fixed qiymatlarni buni kodini bir takrorlab olasizlar. Ya'ni lekin qachon ishlatasizlarga fixdan qachonki o'sha qiymatni nima ekanligini bilsanglar. Uning uchun albatta tabiiyki sohani bilimi kerak bo'ladi. Soha bilimi, ya'ni domain knowledge kerak bo'ladi. O'sha holatdagina buni aynan fixed bilan ishlatib ketsanglar bo'ladi. O'tgan safar sizlar bilan data preprocessing haqida gaplashganmiz, proyekt ketma-ketligi haqida gaplashganmiz, kutubxonalar o'zi nima ekanligi haqida ham gaplashdik sizlar bilan, qanaqa foydali tomonlari bor va kutubxonani turlari haqida qisqacha to'xtalib o'tganmiz. Ya'ni NumPy, Pandas, Matplotlib, Seaborn, sklearn, ya'ni 5 ta asosiy kutubxona haqida mahallada gaplashib o'tdik. Ya'ni bu conditionsga vaqtimiz bo'lmagan, shular haqida qisqacha gaplashib o'tganmiz. Mana, demak, umumiy data preprocessing tomonga o'tadigan bo'lsak, hozirgina gaplashib o'tganimizdek, mana tushirib qoldirilgan qiymatlarni mana 5 ta usuli bilan gaplashdik va ular umumiy shuni bilib olinglar, o'zi tushirib qoldirilgan qiymatlarni ikkita oilaga bo'lsak bo'ladi. Ya'ni bu basic oila hisoblanadi. Ya'ni nisbatan soddaroq usullar hisoblanadi. Bu beshalasi biz hali model improvement oyligi bor. Model improvement oyligida biz advanced bo'limini ham ko'rib chiqamiz. Mana. Ya'ni hozir basic bilan o'rganib tursanglar, hali xudo xolasa advanced bilan ham tushirib qoldirilgan qiymatlarni to'ldirishni o'rganamiz, xudo xolasa. Demak, ketma-ketlikka ahamiyat berishinglar kerak. Avvalo o'sha tushirib qoldirilgan qiymatlarni to'ldirishinglar kerak bo'ladi. O'sha to'lda bo'lgan qiymatlarni undan keyin sizlar keyingi bo'limga encoding, scalinglarga o'tsanglar bo'ladi. Demak, bugun encoding asosiy maqsadimiz encoding hisoblanadi va uni ham mana bu tushirib qoldirilgan qiymatlarga o'xshagan turlari bor. O'sha turlari orqali biz encodingni nima qilamiz? O'rganib chiqishimiz kerak bo'ladi. Xo'p, endi umumiy olganda bitta savol, kim ayta oladi? Encoding haqida umumiy ozgina bizda ham tushunchalar bormi? Categoricalni numericga o'zgartirish. Nima degani? Ya'ni tekstni shu raqamli qilib kompyuterga qulaylik qilib beradi. Ya qulaylikdan ham kompyuter tushunadigan tilda. O'zi tekstni tushunmaydi, raqamlarni tushunadi. Yaxshi. Demak, Daniel umumiy xulosasi bor. Xuddi shunaqa.
Demak, biz o'sha murakkablashishimizga keragi yo'q boshlanishiga. Demak, encoding deyilganda o'sha birorta so'z ko'rinishida berilgan datasetimiz, ya'ni umumiy buni categorical deymiz, string deymiz, umumiy har qanaqa nomini aytsak bo'ladi. Uni o'sha numerical holatga o'tkazish jarayoni aynan encoding hisoblanadi. Deep learningda o'tamiz. Decoding degan tushuncha ham bor. Bu o'sha encoding qilingani orqaga qaytarib decoding hisoblanadi. Yoki scalingda rescaling ham deyiladi. Mayli, ular haqida qo'shimcha ma'lumot o'rnida aytib qo'ydim, uni keyin gaplashamiz. Demak, aytib o'tilgandek, biz o'tishimiz kerak bo'lgani bu, demak, encoding o'sha hozirgina yozib o'tilgandek, buni kategorikal qiymatlarni ya'ni bizda bular objekt ko'rinishida kelyapti, to'g'rimi? Objekt. Demak, buni nimaga numerical ko'rinishga o'tish bilan. Ya'ni bizda bu kelyapti integer 64 yoki float 64 va hokazo. Ya'ni bu raqamga e'tibor bermaysizlar, har xil bo'lishi mumkin. Chunki bundan chiqayotgan natijamiz integer 32 bo'lib qolishi ham mumkin. Shunaqa. Endi mana misol uchun tushirib qoldirilgan birinchi o'rinda bu scalingni mantiqiy nimani preprocessingni bu turini mantiqiga bilib olishimiz kerak. Demak, o'tgan mavzuda tushirib qoldirilgan qiymat haqida gaplashdik. Bilasizlar nima qilayotganinglar. Ya'ni, mana bu kategimiz bo'sh ekan. Mana misol uchun mana bu kateglar bo'sh. Bularni mana o'sha to'ldirishim kerak ekan degan fikr bo'ladi. To'g'rimi? Avvalo kodini qo'yib turing, nazariyasini qo'yib turing, avvalo tushunib olishinglar kerak. Demak, buni maqsadi nima ekan? O'sha tushirib qoldirilgan. Endi mana bu encodingning maqsadi ham mana misol uchun ko'ryapsizlar, tin title bor. Bularni ham mana bu NPG ga o'xshagan sonlarga almashtirish jarayoni bizda aynan encoding hisoblanadi. Ya'ni o'sha buni nima uchun encoding qilyapsiz degan savol bo'ladigan bo'lsa, aytishinglar mumkin. Demak, o'sha kompyuter tushunadigan tilda qolish uchun ishlatiladigan asosiy bo'lim hisoblanadi. Shuning uchun ham biz aynan supervised machine learning bo'ladi va ayni boshqa bo'limlarda ham o'sha ko'p holatlarda aynan bizda encoding uchraydi. Eng ko'p uchraydigan bo'lim baribir hozir biz ko'rayotgan bo'lim hisoblanadi. Ya'ni encoding ishlatadigan bo'lim aynan encoding hisoblanadi. Xo'p, demak, shu jarayon bo'ldi. Albatta, bugungi darsimizda ham anchagina kodlar qo'shiladi. Albatta, o'tgangi kodlarni ham yana bir takrorlagan holatda buni ishlashinglar kerak bo'ladi. Ya'ni, bu degani tushirib qoldirilgan qiymatlar o'tganimizdagina faqat o'sha kodlarni ishlatamiz emas. Endi o'sha loyihalar ustiga-ust qurilib ketadi. Ya'ni encoding, keyingi safar scaling o'tamizmi? Bu degani, mana bu encoding o'tilayotgan mavzuda ham tushirib qoldirilgan qiymatlarni to'ldirishga majbur bo'lasizlar. Chunki har qanaqa holatga tayyor bo'lishinglar kerak. Hech kim kafolat bermaydi sizlarni tushirib qoldirilgan qiymatlardan xalos bo'lishga. Chunki har xil inson resursi aralashdiki kamchilik bor. Kamchilik bor, shuning uchun ham tushirib qoldirilgan qiymatlar bo'lishi tabiiy hol. Bo'lmasligiga qaraganda. Bo'lmaydigan holatlar ham bor, lekin albatta bo'lmaydigan holat bo'lsa omadinglar davom ettirib ketaverasiz u bosqichni tashlab ketib. Encodingda ham hammasi numerical holat bo'lsa encoding qilish shart bo'lmaydi. Yana keyingilarga nima qilasizlar, o'tib ketsanglar bo'ladi. Xuddi shunga o'xshagan holat. Demak, encodingda maqsadini umumiy tushunadigan bo'lsak, o'sha biror objekt holatda berilganda, ya'ni mana misol uchun mana bu name'ni o'sha numerical holatga o'tkazish jarayoni aynan bizda nima hisoblanar ekan? Encoding hisoblanar ekan. Xo'p, demak, o'sha boshida ham gaplashib o'tganimizdek, encodingni ham bir qancha turi, bir qancha bo'limi bor. Buni ham yaxshi hisobga olishimiz kerak. Mana ko'rib turganinglardek, ekrandagi turlari bor. Ya'ni encodingda biz one hot encoding, label encoding, frequency encoding, target va ordinal encoding turlariga bo'linadi. Hammasini o'ziga xos usuli, o'ziga xos natijasi va o'ziga xos kodingi bo'limlari bor. Hammasi albatta har xil hisoblanadi. Mana o'sha tushirib qoldirilganiki 5 ta usuli bor-ku. 5 tani ham xuddi shunaqa bo'limlari bo'lganda, bularni ham aynan 5 ta asosiy bo'limlari bor. Buni yaxshi bilishimiz kerak. Endi buni biz boshlanishiga bu oyimizni 5talasini ham bilishimiz shart emas. 5 ta usulni hammasini biz encodingda asosiy boshida fokus beradiganimiz mana bu ikkala holat hisoblanadi. Bu uchalasini keyingi oylarda o'rganamiz. Demak, asosiy urg'u berishimiz kerak ekan. Demak, o'sha kategorikal qiymatdan numerical holatga o'tishni ikkita usuli, ya'ni one hot usuli va label encoding usuli hisoblanadi. Endi ko'zinglar tushishi mumkin, one hot encodingni ham o'zi asli ikkita bo'limi bor, ikkita usuli bor. Ikkita yo'lda qilsa bo'ladi. Bugun osonroq yo'lda qilamiz.
U ham bu ham bir xil maqsadda, bir xil holatda ishlaydi. Faqat koding tomonidan ozgina farqi bor xolos. Ho'p, bularni tushunib olishimiz kerak oldin. Mana misol uchun min bilan to'ldirayotganini aytdik-ku. Ya'ni nima bilan? Min bilan bo'lsa o'sha o'rta arifmetik qiymat bilan to'ldiradi deb jadval chizib, mana sizlarga nima qilib berdim, ko'rsatib berdim. To'g'rimi? O'sha jadvalni ichiga o'sha o'rta arifmetik qiymatlarni qo'yib topdik. Xuddi shuningdek, mana bu bugungi darsimizdagi enkodingni ham albatta oldin one hot encoding qilish degani nima degani, label encoding degani nima degani, buni avvalo tushunib olishimiz kerak bo'ladi. Shoshilib birdaniga kodingga o'tib ketmasdan, bu qanday jarayon, qanday bajaryapti, nimalarga hisobga olish kerak va nimalarni e'tiborga olish kerak. O'shalarga biz avvalo javob berib o'tishimiz kerak. Shundan keyingina u koding kerak bo'lsa, bu o'sha koding qismida ham osonroq va yengilroq o'rganishimizni ta'minlaydi. Chunki sizlar orqasini bilayotgan bo'lasizlarda, orqasini tushunayotgan bo'lasizlar yoki bu usul o'zi nima ekanligini bilayotgan bo'lasizlar. Shuning uchun aynan shu tomoniga nima qilishimiz, e'tibor berishimiz kerak bo'ladi. Demak, one hot encodingdan boshlaymiz. Birinchi bo'lib, mana e'tibor berayotgan bo'lsanglar, bu oson. Mana shu staroq tushuntiryapman. Mana color degan ustun bor, mana rang. Bizda red bor, yellow bor, green bor, yellow, ya'ni va hokazo shunaqa ranglardan iborat bo'lyapti. Men buni qisqacha olib nima qildim, ko'rsatib berdim. Ya'ni bu original holat. Mana bu one hot encoding qilingan holat. E'tibor berayotgan bo'lsanglar, bunda nima qilyapti? Bitta ustundan 3 ta ustun yaratib qo'yapti. Ya'ni bitta featuredan 3 ta feature, ya'ni 3 ta ustun nima qilinyapti, yaratilyapti. Ya'ni umumiy one hot encodingda boshqa encodinglarga o'xshamagan tomoni ham shunda. One hot encodingni tushunishda bizga bitta asosiy tushuncha kerak bo'ladi. Ya'ni klasslar degan tushuncha kerak bo'ladi. Bu ham muhim bo'lgan mavzu hisoblanadi. Ya'ni klasslar. Ya'ni klass nima degani? Klass shundan iboratki, klass har bir ustunni yoki har bir inputni yoki har bir featureni ichida bo'ladi. Va u nima? Klass ham shunaqaki, ya'ni duplicated bo'lmagan qiymatlardan bittadan vakil etsa bo'ladi. E'tibor berasizlarmi? Mana bu yerda red 2 ta edi, 2 ta red qilib qo'ymadi, bitta olyapti. Yellow ham 2 ta edi, bitta yellow olyapti xolos. Green o'zi bitta edi, bitta olyapti. Ya'ni nima degani? Bularni umumiy mana bu colorni klassi nechiga teng? Boshida 3 ga teng. Ko'ryapsizlar mana red, yellow, green. Ya'ni bitta oiladan bittadan vakil sifatida olingani klass hisoblanadi, bitta oila hisoblanadi. Mana bu redlar oilasi, yellowlar yoki greenlar oilasi desa bo'ladi. Va bekorga klass haqida aytmadim sizlarga. Shu klasslarni bilgan holatda klasslar sonicha ustun yaratadi. Mana bu encoding. Agar sizlarda klasslar 100 ta bo'lsa, 100 ta ustun yaratadi. Tushunyapsizlarmi? Ya'ni 4 ta bo'lsa 4 ta ustun. Mana drop qilishni ko'rsatib berdim-ku. Ya'ni yomon tomonini. Shunaqa holatlari ham bo'ladi. Ya'ni demak, bugun hozircha boshida biz bilishimiz kerak ekanki, buni qanaqa holatda ishlatishimiz yoki asl maqsadi nima ekanligi. Mana demak qaytaraman. One hot encoding shundan iboratki, encoding qilish uchun nima qilyapti? Har bir klass uchun alohida-alohidadan ustun yaratadi. Mana bu redni o'zi, mana bu ikkalasi ikkita klass bo'lmaydi. Shuni bilib olinglar. O'sha bitta oiladan bittadan bo'ladi. Keyin qanday ishlaydi? Xo'p, qaranglar. Mana bu birinchi qiymat 1midi? Endi qaydi? Red edi. Red bo'lgani uchun 1 qiladi. Yellow emasda, to'g'rimi? Birinchisi red bu. O'z-o'zidan yellow bilan greenga 0 qo'yadi. Ikkinchisi ham red ekan, bunga 1 qo'ydi, keyingilarga 0 qo'ydi. Uchinchisi yellow ekan. Shuning uchun redga 0 qo'ydi, yellowga 1 qo'ydi. Ya'ni 1 ha degani. Mana bu boolean, ya'ni rost yolg'onlar haqida gaplashganmiz, o'sha true bo'lsa 1, false bo'lsa 0 shunda olingan. Endi mana bu yerda green turibdi oxirida. E'tibor berayotganmiz green. Mana bu birinchi qator greenmi deyapti. Yo'q. Yo'q bo'lsa nima bo'ladi? False bo'ladi. False bo'lsa 0 bo'ladi. Ikkinchisi greenmi deyapti. Qarasa yellow ekan. Yo'q. Buningchi ham 0. Keyingisi green bo'lgani uchun buni 1 qilyapti. Xuddi shunaqa tarzda buni xohlagan dataset bo'ladimi, xohlagandaqa qiymat bo'ladimi, o'zinglar one hot encoding qilingandan keyin ichki tomonini ko'rishingiz mumkin. Faqat 0 yoki 1 lardan nima qilinadi, tashkil topgan bo'ladi. Qaytaraman, 0 yoki 1 lar. Buning ichida boshqa son topolmaysizlar. One hot encoding qilinmabdi deysizlar. Agar boshqa son aralashib qolsa, misol uchun 1
yoki 3mi, 4mi, 2mi aralash bo'lsin. Shuning uchun manhut enkoding qilinayotganda demak birinchi bo'lib hisobga olinishi kerak bo'lgan narsasi bu nima ekan? Mana bu klasslar soni hisoblanadi. Endi mana sekin-sekin buni ichkariga kirib boramiz. O'ylashinglar mumkin ekanki, buni mana bu main modlarni emas, mana bu fixed qiymatni ishlatayotganda aytib o'tdim, har doim ham ishlatavermaymiz, holatga qarab. Ya'ni drop qilishni qatorlar bo'yicha fixed emas, drop qilishni. Ya'ni o'sha agar sizda ustun ko'p bo'lsa, ustunda qiymatlar juda ko'p bo'ladigan bo'lsa, tushib qolgan qiymatni keyin tashlab yuborasizlar dedimi? Xuddi shunaqa manhotni ham har doim ishlatavermaymiz. Shuning uchun mana bu qolgan 5 ta usullarni o'rganishimiz kerak. Ya'ni buni har doim ham bizni ishlarimizni to'g'ri bajara olmasligi uchun ham buni har doim ham ishlatib ketmaydi. Shuni bilib olishimiz kerak. Ya'ni qanaqa holatlarda. Endi ozgina koding tomondan ko'radigan bo'lsak, qaranglar. Endi def info deydigan bo'lsak, bizda chiqarib beradi. Mana. Endi biz encoding qilishimiz kerak bo'lgan narsa bor. Eslab qolinglar. Tushirib qoldirilgan qiymatlarni qachon qo'llaymiz? Bitta oddiy logikasi bor. Qachonki tushirib qoldirilgan qiymat bo'lsa. Bo'lmasa, mana bu holatni ko'raysizlarmi? Agar def is not plus sum deydigan bo'lsanglar, 0. Bundan skip qilib o'tib ketasizlar. Chunki tushirib qoldirilgan qiymatlar yo'q. Bekordan yana kodlarni ishlatishga keragi yo'q bo'lyapti. Endi qaranglar. Encodingda ham xuddi shunaqa. Agar mana bu d-type'ni ichida turgan integer, float bularni ularga tegmaysizlar. Chunki encodingda o'zi biz categoricaldan numericalga o'tyapmiz. Nima ma'no bor numericaldan numericalga o'tishni? Bekordan kod yozganimiz, vaqtimiz ketgani qoladi. Shuning uchun faqatgina sizlar fokus qaratadiganinglar mana bular. Misol uchun player name object ekan, position object ekan, team title object va hokazo object holatlar nima qiladi bo'ladi. Mana shunga nima qilasizlar, e'tibor berishinglar kerak bo'ladi. Xo'p, endi undan oldin yana bitta ishimiz bor. Ya'ni biz klasslar sonini topib olishimiz kerak. Klasslar soni. Qaranglar, klasslar sonini topishda def number of unique qiymatlar qilamiz. Shuni qilsanglar, o'zi ko'rsatib beradi. Qaysi ustunda qanaqa klasslar borligini. Soni. O'ylasizlarmi? Agar datasetinglarda o'zi 453 ta qiymat bor. Agar mana bu ID-ni yoki ID'imiz o'zi integer, objektni deylik. Objektni biz topadigan bo'lsak, ya'ni o'sha one hot encodingga qo'yadigan bo'lsak, nima bo'ladi? Yana 453 ta qo'shimcha ustun yaratib oladi. O'zi bizda 453 ta qiymat bor, 17 ta ustun bor. Umumiy bittasini tashlab yuborsak, 453 ga 17, 470 va bitta esa 469 ta. Ya'ni teskari bo'lib qoladi. Ustunlar sonidan qatorlar soni oshib ketadi. Bu praktikada to'g'ri usul hisoblanadi. Shuning uchun albatta bu datasetni miqdoridan kelib chiqqan holatda olasizlar. Ya'ni o'sha tushirib qoldirilgan qiymatlar encoding qilishinglar kerak bo'lgan obyektlaringlarda iloji boricha mana bu kichkina bo'lishi kerak, mana bu ustun. Ya'ni u nima degani? U degani o'sha klasslar soni oz bo'lishi kerak. Birinchi o'rinda one hot encodingda, umumiy encodingni ishlatish uchun nima kerak ekan? Birinchi o'rinda objekt bo'lishi kerak. O'z-o'zidan ikkinchi o'rinda o'sha klasslar soni, ya'ni number of unique qiymatlari oz bo'lishi kerak. O'shandagina oz bo'lib qancha holat. Bu datasetlardan kelib chiqqan holat. Ba'zi holatlarda 10 bo'lsa ham ishlab ketaveradi yaxshi. Ba'zi holatlarda 10 ta bo'lsa ko'payib ketib qoladi. Tushunasizlarmi? Albatta datasetlarning miqdoriga mana bunga bog'liq. 453 ta yo'q. Agar shunimiz shu 10 mingta bo'lganda edi, biz o'zi 10 mingtaga 17 ta ozdir deydi, yana ko'proq featurelar yaratishimiz mumkin bo'lar edi. Ya'ni bizning holatimizda featurelar oz. Shuning uchun iloji boricha ozroq bo'lgan holatni olamiz. Qaranglar, endi hozir kichikroq qilib men kodini ko'rib beraman. Bu datasetimizda o'zi oz ekan. Hozir bitta narsa qilamiz. Misol uchun mana bu size bor ekan. O'sha size'ga qo'yib ko'rishimiz kerak buni. Qarang, o'zi shuning uchun yaratgandimmi? Men kodingda tushirib qoldirilgan qiymatlarda ozgina o'zgartiramiz, qaranglar. Buni drop qilib tashlab yubormaymizda, uni o'rniga nima qilamiz? Uni o'rniga bitta zo'r usul qo'llaymiz. Qaranglar, mana bu encodingni ishlatish uchun aynan size yaxshi example bo'lgani uchun uni olib qolmoqchiman. Olib qolmoqchiman-da. Hozir ko'ryapsizlar, size'da tushib qolgan qiymat bor. Uni o'rniga men size'ni to'ldiraman. Qaranglar, qanday qilib to'ldiraman? Oddiy mod bilan to'ldirib qo'yamiz. Oddiy o'zimiz bilgan mod.
Gazapoy bo'lganimiz. Xo'p, nuqta bol. Xo'p, bunga nima qilamiz? In place then bu qilamiz mana. Bo'ldi. Endi shuni tekshiradigan bo'lsak, mana ko'ryapsizlar, sayzimizda 4 ta klass bor. Ya'ni klass ozroq. Shuni biz nimaga one hot encodingga qo'ysak bo'ladi. Chunki mana bu name'ni ko'ryapsizlar, 453 ta. Encoding qilishimiz position bilan team title'lar 14 ta. O'ylaylar, agar mana 14 tani qo'ygan taqdirimizda ham ustunlar sonimiz juda ko'payib ketib qoladi. Chunki bizda qiymatlar oz. Shuning uchun har doim ham one hot encoding ishlamaydi. Qachonki xuddi bunaqa qilib number of unit qiymat qilganinglarda oz bo'lsa, aynan buni nimaga one hot encoding ishlatsangiz bo'ladi. Demak, one hot encoding hisoblanadi. One hot encoding ishlatish uchun birinchi qiladigan ishimiz mana bunaqa ustunlar yaratib olishimiz kerak bo'ladi. Bularda biz umumiy dummy elementlar deymiz. Dummy, ya'ni dummy qanaqa degani qo'g'irchoq, sun'iy ustunlar degani. Bu keng yaratiladi-yu, xuddi shunga o'xshagan narsalar. Avvalo biz dummy elementlar yaratib olishimiz kerak bo'ladi. Buning uchun dummy degan o'zgaruvchi kirgizamiz. Albatta buni ham Pandasdan foydalanamiz. Pandasda get dummies degan bizga nima bor? O'zi built-in function bor. Tayyor yozib qo'yilgan. Mana rangi ham o'zgartirib ko'rayotgan bo'lsalar, avvalo get dummies bor. Xuddi shunga nima qilasizlar? Qo'yishlar kerak bo'ladi. Va o'sha dummy element yaratayotgan ustunni yozasizlar. Bizda size ustuni, to'g'rimi? Ustunning nomini yozib qo'yasizlar va mana bu ustunlarga biz nom berishimiz kerak. O'z-o'zidan nomsiz bo'lib qoladi bo'lmasa, uni biz nima qilamiz? Uning uchun prefix qilamiz. Prefix and call deydi. Call o'sha column degan so'zni qisqartmasini olamiz va bizga nima chiqsin? Data type integer bo'lsin aytib qo'yamiz. Chunki biz o'z obyektda integerga o'tkazyapmiz, shu bo'ladi. Ya'ni birinchi holatimizda, birinchi ishimizda nima qilib oldik? Mana bunaqa so'mlar yaratib oldik, mana bu kod bilan. Endi dummiesni yaratib topadigan bo'lsak, mana ko'ryapsizlar mana. Column XXL, column MC, column S, column XL hosil qilib berdi. Ya'ni mana bu size uchun yaratyapmiz-da. Tushunyapsizlarmi? Ya'ni osongina nima qilib berdi, chiqarib berdi bizga. Mana bu birinchi asosiy ishimiz edi. Ya'ni qaytaraman, mana dummy degan o'zgaruvchi kiritdik, qaytarib o'taman. Buni o'rniga kichikroq so'z bilan, misol uchun mana buni o'zini qilib qo'ysanglar ham bo'ladi. Endi tushunarliroq bo'lsin degan maqsadda aynan shu dummiesni hosil qilyapmiz. Pandasdan olyapsizlar, get dummies degan, get all degani-ku, dummylar all deyapti va o'sha hosil qilayotgan, ya'ni encoding qilayotgan ustun nomini yozasizlar. Bizda size bo'lyapti va prefixga kod. Prefixga o'zbekchalab ustun deb yozsanglar ham bo'ladi. Mana bunga 3 ta ham bo'lib ketibdi. Mana ko'rasizlar, ustun XL ustun. Endi bunga qo'shtirnoqchiga xohlagan so'zlar yozsanglar bo'ladi demoqchiman. Va bu data type'ga integer hosil qilish kerak, mana 0 yo'q. Aytib o'tganimdek, mana bunaqa hosil qildik. Mana 1 nollardan tashkil topyapti, mana 0 1 0 1lardan tashkil topyapti. Lekin bu bilan hali biz to'liq one hot encoding tugatmadik. Endi chunki buni biz original datasetga qo'shishimiz kerak. Chunki mana bu def info qilsanglar nima qilyapsiz? Size hali ham objekt turibdi. Ko'rasizlarmi? df size'ni topadigan bo'lsak, hali ham XL turibdi. Lekin bizga 0 yoki 1larga aylanish kerak. Uni ikkinchi qismda ko'ramiz. Hozircha 10 minutdan biz tanaffusdan keyin ko'rishamiz.